Azizlarim, mana sizlarga arzon uy, 6 sotik, juda ham arzon, pulini ko'p kutirmasdan sizlarga aytib boraman, azizlarim. Robotdan kirganimizda to'g'ri ko'zimiz grantga tushadi ekan. Azizlar, bu yerda 1 emas, 2 ta, 3 ta, 4 ta grant bor ekan. Qaranglar, uyimiz kirib yashaydigan sharoitlari bor. Chap tomonimizga qarasangiz, juda ham mustahkam qilib, polni pishig'ishda 2 etaj uylar solib qo'ygan ekan. Azizlar, 6 sotiklik, qaranglar, kattagina uyimiz bir 8 sotikga o'xshab ketadi. Meni orqa tomonimga qaranglar, juda ham mustahkam 2 qavatli uy solgan ekan akamiz, polni pishig'ishda qilgan ekan. Mana kirib turib yashaydigan sharoitlari bor. Bu yerda eng qizig'i hamma kommunikatsiya bor ekan, gaz, suv, svet, shaharda zo'r joyda. Azizlar, robotdan kirganda chap tomonimizda 2 qavatli mustahkam uyimizni 1-qavatidan boshlab sizlarga ko'rsatishdi. 1-qavatida mana uzun ko'rib turganlaridek koridorimiz bor. Mana bu aka zalimiz ekan, juda ham katta, qaranglar. Keyin undan keyin azizlar kelaveringlar, men bilan qo'shilishib, mana yerda mana hozirgi kunda kuxnya qilib qo'yishdi akalarimiz. Bu ham bitta xona ekan. Kattagina xona. Amonda azizlar, sanuzullarimiz bor, qaranglar. Tashqariga chiqishda hojati yo'q. Vanna, hojatxona hammaga keraklik. Mana azizlar, uy bo'lsa shunday qilib bo'ladi-da. Bu 2-qavatimiz bo'lyapti. Bilasizlar, O'nadirda bir 80% odam xomg'ishda uy soladi. Mana o'zimiz ham biladi azizlar. Bu yerda akamiz juda ham mustahkam qilib, pishig'ishda qilib, keyin 3-qavatini ham ko'taradigan jilashlarga deb 3-qavatga ham yo'l ochib qo'yibdi, sespo poyezdlar qilib. Xo'p, bu yerda uzun koridor 1-qavatimizga o'xshagan, keyin 1, 2, 3 ta xonamiz bor azizlar. Azizlar, ko'rib turganlaringdek, hamma kommunikatsiyasi bor bu yerda. Plus mesniy kanalizatsiyasi ham bor ekan. Gaz, suv, svet, suvdan umuman muammo yo'q. Pechkalari bor, 2 xonani isib beradigan, hozir kelib turadigan, yashab turadigan sharoiti bor. Nima qilish kerak? Azizlar, kelib ko'rish kerak. Hozir aytiladigan nomerda srochniy yozib olishinglar kerak. Azizlar, narxi $98,000, variant yo'llari ham bor. Qanaqa variant desanglar, 3 xonali, 4 xonali domlarlar bo'lsa, albatta telefon qilinglar, kelishamiz. Naqd pulga bo'lsa, yaxshilar kami bor bo'lyapti. Srochniy nomerlarini yozinglar. 0552 bilan 57 70 76. Qaytaraman, 552 bilan 57 70 76. Azizlar, adreslarimizga kelsak, Qirg'iziston O'sh shahri, asha hamma bilgan O'nadir azizlar. Mo sinovga e'tibor bermanglar, bu biz uyimiz emas azizlar. Xo'p, hamma sharoitlari zo'r, uyni ko'rdinglar. Mahallamizni sizlarga tanishtirib o'tib ketsam, O'nadirga chiqib kelayotganlarda o'ng tomonda podstansiya bor. Podstansiyaning ro'pparasida ko'cha bilan to'g'ri kelaverasizlar. Ko'chamizning nomi 155-ko'cha, 20-uy azizlar. Hamma yo'q yaqin ekan bu yerda. Masjid ismi, maktab, bog'cha azizlar, 6 sotik, polni sharoiti bor. 8 xona emas, 9 xona bo'lib ketyapti azizlar. $98,000 yana aytyapmiz.